tovuq kataylarimizni qarang aka. Tovuq kataylarimiz nima deyapti aka? Har biri zakazga bo'lgan yelim polli, razborka mana. Bemalol boqsangiz, maza qilib 10 ta 15 ta tovuqni tashlab qo'ysangiz, qora tovuqlar tuxumini olib, nima yesin, dehqonchilikga. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa aka, 2.400.000 so'm qilib beryapmiz. Razmerlari 2 ga 120 bo'ladi, xudo xolasa. Bu yana boshqacha varianti. Mana ularni qarang, boshqacha ideyalar bilan bo'lganini qarang. Qushlar ham donini yeb ketdi, mishiq olib ketibdi bo'lmaydi. Mana yoqqa bitta qaytarib qo'ysa, domini turib bemalol yuradi. Bular razborkali. Bu yangiliklarni qarang, bemalol tozalab, chiroyli qilib, mana bu yelim pollari oqidan, bunisi narigisi ko'kidan bo'lyapti. Bularimizni ham razmeri 2 metrga 120 bo'ladi. Xo'p, bularimizni narxi 2.600.000 so'm chiqyapti. Bunisi oq yelim polligi, bunisi ko'k yelim polligi bo'lyapti. Bu ham razborka bo'ladi. Chiroyli variantlar, xudo xolasa. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Kimga zaruriyat bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.